Bu kvartiramizga yashash uchun hamma jihozlar o'rnatilgan 83 kvadratli 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. 3-qavatdan. Bizlar turgan joy mehmonxona, mana shunaqa chiroyli qilib mexga zona qilingan, konditsioner o'rnatilgan, parda, gilam, televizorlar qilingan. Bundan tashqari kvartiramizda duvoqxondirni kotel o'rnatilgan, cho'pilpol radiatorlar qilingan. Bu yerda esa asosiy kirib kelishimiz eshigi chiroyli qilib prixoja mebel o'rnatilgan. Mana shunaqa chiroyli koridor qismimiz bor. Bu yerda esa bizlarda chiroyligina kattalar yotoqxonasidan shifoner qilingan, kровать, tumbuchka, termo, televizorlar o'rnatilgan. Va mana bu yerda bizlarda kvartiramizning birinchi sanuzli vanna bilan rakovina o'rnatilgan va mana bu yerda bizlarda ikkinchi sanuzl, to есть bu yerda unitaz bilan rakovina joylashgan. Kafellar qilingan, ariston joyi o'tkazilgan. Bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi, kровать, shifonerlar o'rnatilgan. Va mana bu yerda bizlarda oshxona joylashgan. Oshxonamizda ham kattagina oynasi bor, skvozная planirovka, o'tirib nonushta qilish uchun joy, kuxonniy garnituralar o'rnatilgan. Narxini 88 ming deyaptilar, yana savdosi bor. Novostroyka g'ishtli domda joylashgan, kadastr hujjatlari tayyor turibdi. Pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar.